O'zi bukib oching. Qattiq. Boshqa ishlat olmaysiz. Ha. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun klinikamizda yana bir bayram, yana bir xursandchilik. Bemorimiz Ahmadov Asadbek 2001-yilda tug'ilganlar. Bular bizga Samarqand viloyati Narpay tumanidan kelishgan. Bemorimiz qaysi kasallik bilan og'riydi? Bu Guillain-Barré kasalligi, ya'ni o'tkir poliradikular nevrit kasalligi bilan og'rib keladilar. Bemorimizning kasalligi dastavval 2024-yil 10-may kunida boshlangan. Bemorda 2-3 kun oldin kuchli darajada ich ketish bo'lgan va keyin esa tana harorati ko'tarilgan. Va bemorda keskin darajada qo'l oyoqda harakat cheklanishi yuzaga kelgan. Dastavval harakat cheklanishi oyoqlarda, keyin bilan tepaga ko'tarilgan va bora-bora bo'yingacha, ya'ni bosh miyani uzunchoq miya qismigacha ko'tarilgan. Buni ko'tariluvchi Landry formasi deb ataladi. Ushbu holat bilan bemor shoshilinch tez tibbiy yordam orqali viloyat shifoxonasiga, ya'ni reanimatsiya bo'limiga olib borilgan. Bemorga tezlik bilan yordam ko'rsatishgan, tashxislar qo'yilgan. Bemor 3 oy davomida reanimatsiya sharoitida davolangan. Shundan so'ng bemorimiz davo muolajalarini uy sharoitida olganlar va shu oraliqda yana davolanib yurganlar. Bemorimiz bizga dastavval dekabr oyida kelishdi. Dekabr oyida kelganda bemor mana yuqorida videoda ko'rsalaringiz bo'ladi. Ikkala qo'lda, ikkala oyoqda keskin darajada harakat cheklangan, tanada harakat cheklangan, o'rnidan tura olmaydi. Birovlar yordamga muhtoj, kimdir yordam bersagina o'rnidan turib ozgina harakat qilishi mumkin. Qo'llarida faqatgina qo'llarni ko'taradilar, lekin panjani o'zida kuch yo'q edi. Biz davolash muolajasini o'tkazdik va bemorimizga uy sharoitiga dori-darmonlarni yozib berdik. Bemorimizda yaxshi natijalar bo'ldi. Mana ikkinchi lecheniyasini olish uchun bizga aprel oyida tashrif buyurdilar va ikkinchi lecheniyani ham tugatdik. Bemorda yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Bemorlar o'rnidan turishni boshladilar. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Bemorni o'zidan bir so'raymiz. Xo'p, Asadbekka nima shikoyatlar bilan kelgandingiz? Nimalar bezovta qilgandi? Hozir qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Aytib bersangiz ko'ramiz. Shu o'tgan yilda may oylarida o'zi harorat ko'tarilib, ich ketish bo'lib, yutunishga qiynalish, yurishga qiynalish bilan o'zi sezildi. Keyin reanimatsiyaga tushib qoldim. 3 oy davomida o'sha IVL apparatiga ulangan holda turdim. Keyin sekin-sekin nafas olishni boshladim. O'sha 95 kun deganda reanimatsiyadan palata sharoitga chiqib, uyga javob berib yuborildi. Keyin oradan 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin dekabr oyida davolanishga birinchi lecheniyani olganimda bu yerga keldim. Kelgan vaqtimda birovlarni yordamiga deyarli 100% muhtoj edim. O'zimga o'zim xizmat qilish nol edi. Birinchi lecheniyadan keyin hozir ikkinchi lecheniya, Xudoga shukr, qo'l oyoqda harakat bor. O'zimga o'zim xizmat ko'rsatish bor. Sekin-sekin o'rningizdan turyapsiz. Hozir ko'rsatamiz. O'sha kelganda bemorimizda boya aytganimizdek ikkala oyoqda, tanada harakat cheklanib qolgandi. Hozir anchagina yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Bir hozir ko'rsatamiz. Xo'p, Asadbekka qo'llaringizni ko'taring. Yaxshi. Qo'llaringizni ochib yuming. Yaxshi. Qo'lingiz bilan hozir o'zingiz soqolingizni olyapsiz, ha? Ovqatingizni yeyapsiz. Oldin boshqalar yordam berardi, ovqatingizgacha yedirardi. Shunaqa. Yaxshi. Xo'p. Qani bitta o'rningizdan turib beringchi. Yaxshi. Yoting. Yana bitta turib bering. Yaxshi. Hop. Endi yotasiz, oyog'ingizga harakatni ko'ramiz. Qani, oyoqlarni ishlating. Yaxshi. Qani, endi o'tirib olasiz. Yaxshi. Hop, bemorimizda asta-sekinlik bilan o'zgarish bo'lyapti. Ushbu kasallik surunkali bo'lgani uchun 2-3 bosqichda davolashni talab qiladi. Biz keyingi videolarimizda bemorimizni yana tiklanish bosqichlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ushbu kasallikni davolashda faqatgina dori-darmonlarni o'zidan foydalanish deyarli natija bermaydi. Dori-darmonlarning o'rni alohida va shu bilan bir qatorda fizioterapiya hamda reabilitatsiya amaliyotlari katta rol o'ynaydi. Buning uchun igloterapiyalar, mikrotoklardan foydalanish va aktiv reabilitatsiyadan foydalanish bemorga natija beradi.
tushunib turgan bo'lsangiz, ham dori darmon, ham fizioterapiya bilan siz asta-sekinlik bilan tiklanyapsiz. Biz fizioterapiya olayotgan jarayonlarni, shuningdek ayniqsa reabilitatsiya olayotgan jarayonlarni qisman ko'rsatib beramiz.